Jonim ol, sizga burayman suvdan iching. Nafas qisyapti. Suvdan iching. Dorini iching, dorini. Yurak dorini. Yurak dori ekanmish, yeb ko'raylik-chi. Vo, qayerdan topdingiz buni? Mana. Voy yuragim, deydigan dori. Yaxshi uzumga kelib qopmiz-ku. Bu ham Abduvoxtaq akamizni 1 gektarli uzum bog'larida ekan. Mana shu yerda qaychim bor edi. Bitta zo'rini uzib sizlarga ko'rsatay. Voy yuragim, deydigan uzumlarimizdan biri. Bandini ham topib olish qiyin ekan buni mana. Qani, bismillah. Mana shu yerda. Qaychini kattarog'ini olmabmiz mana. Bandini qarang. Yurakcha shakldagi uzumlarimizdan. Qobil aka, qo'qitib yormadimmi? Qo'qitdingiz. Shunaqa deycha hazil huzulab turaman-da mana. Yurak dorisi bor ekan o'jakanda yaxshi. Valerianka deydimi? Valerianka tayda bo'lib qoldingiz. Qani, Ko'raylik, bir tating. Qani, bismillahirrohmanirrohim. Oldindan yurakda quvvat ekanda bu. O'zi ham yurakka o'xshaydi. Yurakka o'xshaydi ekan-da nimasi mana. Biz ham tataylik endi. Bismillah. Mazza haqiqatda bunda ham muskatdan bor. Yurak dorining ikkinchisi. Ha? Bunda ham muskatdan bor, ichida bir donacha danecha bor ekan. Go'shtli uzum ekan. Ortiqchalik yumshoq, suvli emas, lekin go'shtli. Uzoq tursa bo'ladigan uzum ekan-a? Bo'ladi, turadi. Bandi ham juda qattiq, undan sug'urib olish ham qattiq ekan-da. Turadi bu uzum. Shunaqa gaplar. Video davomida chiqqan nomerlar kimga zarurat bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar. Hozirda bizda reklama pauza. Oltiariqda Ali Baraka degan teplisachilarimiz uchun yangi do'kon ochildi. Uni ham videosi tez kunda chiqadi. Sog' bo'linglar.